Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar. Biz pomidor haqida juda ko'p gapirdik. Endi navbat Bodiringga. Bodiringda ham sal gapirib o'tmasak bo'lmaydi. Bu yilgi dehqonchilik yilida. Hurmatli bobo dehqonlar, biz hozir Qirg'izistonning Qizilqaya shahridamiz. Bu yerga bir ukaxonimiz, juda yaqin bo'lib qolgan ukaxonimizga mana shu Reder tuxumni Melda degan urug'ini berganmiz. Melda navi ekilgan bu yerga. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu Melda navi shu yozgi kunida issiq haroratlarda mana shu holatda bo'lib turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin mevalarni. Dehqonimizda aytishi bo'yicha bugun terim qilgan, bu yerdan qilganmi, u tomondan qilganmi, teplitsamizni so'tiga urug' qachon ekilgan bu haqida ma'lumotimiz yo'q. Hozir dehqonimizni suhbatga chorlaymiz va ba'zi bir ma'lumotlarni so'rab olamiz. Bu Melda navimiz 5 yil oldin ekilgan, urug'i yo'q bo'lganida, bu yil yangi keldi. Yangi kelib ozroq pachkalarda ozroq keladi. Qirg'izistonga ham 3 pachka bergandik. Bir olsa mana bir pachkasi butun holatda turibdi, ikkitasini ekibdi. Hozir o'zidan sir asrorlarini so'rab olamiz. Assalomu alaykum Jahongir, sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamayapsizmi? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Allohga shukr. Mana yana Qirg'izistondamiz. O'sha mana shu urug'larni shaxsan qo'lingizga olib kelib bergandim erta bahor. Rahmat. Qalay ekan urug'larimiz? O'ylaganimdan ham yaxshi ekan. Xo'p. Endi Jahongir, ba'zi bir narsalar so'rab olamiz, dehqonlarimiz qiziqadi. Masalan, biz Qirg'izistonda ham o'ziga yarasha muxlisimiz bor, O'zbekistonda, qolaversa mana qo'shni Qozog'iston, Tojikistonlarda ham muxlislarimiz bor. Mana nasib qilib Qirg'izistonga kelibmiz. Chunki bu urug'ni sizga o'zimiz berganmiz. Bir xabar olaylikchi, nima bo'ldi ekan deb keldik. Xo'p, bu urug'lar Nesoti joyga qancha ekilgan? 5 sotik joy. 5 sotik joy. 1600-1650 ta atrofida ekilgan. Xo'p, endi yana bitta savol, bu urug'lar aynan qachon yerga qadalgan? Qachon? Примерно 40 kun bo'lib qoldi sotuvga chiqqaniga masalan. Sotuvga chiqqaniga 40 kun bo'lsa, agar plus 40 kun. 40 kunda garchi sotuvga chiqdi-da bizga. Sotuvga chiqdi. Yo, axir shuni misol aprelda nechinchilarda ekkansiz? Aprel oxirlarida ekdik. Aprel oxirlarida. Xo'p, aprel oxiri mayda boshlarida yerga qadalgan. Shunaqa. Hozirgi kunda boring 45-50 kunlik ko'chatlar hisobida ekanda. 50 kunlik ko'chatlar. Xo'p, terim qanaqa bo'lyapti? Hozir mana shu 1600 ta ko'chat deyapsiz. 1600 ta ko'chatdan kuniga teryapsizmi, kunorami? Kunora teryaptim. Kuniga bo'lib qolyapti, tushunmayapti. Ko'pligidan uspet qilmay qolyapti. Hosil ko'pligidan kunda terishga ham majbur bo'lyapsiz. O'zi kunora teraydi, maydarog'ini ham olyapman. Sal boshqa ishlarni ham qilish kerak. Bugun kirsam yana pishyapti. Yarmini teruvdim. Bugun yarmini terdim, 200 kilo chiqdi. Kechgani yarmini terish kerak. Bo'lsam kecha ham salkam 300 kilo sotganman. Bugun ham pishyapti. Bugun hozir terib sotib keldingiz, kechga yana terish kerak. Kechga yana terish kerak. Mana hurmatli bobo dehqonlar, bugun terilgan bu tomoni kechga termasa katta olib ketadi. Hosillarimiz haqiqatdan mo'l. Bu yana bir bor aytib o'taman, o'sha Melda sortimiz. Xo'p, Jahongir aka, bugun bozorlar qanaqa bor Qirg'izistonda? 35 so'mdan berdim. 35 so'm, o'zbek so'miga 5000 so'mdan, ha? 5000. Mana hurmatli bobo dehqonlar, Qirg'izistonda 5000 so'mdan bodring sotyapti Jahongir ukamiz. Bizda mana shu kunlarda 2000, zo'r 2500 atrofida bo'lyapti. Bizdan bir barobar qimmat ekan. Zo'r, omadingizni bersin, juda chiroyli. Zo'r bo'lyapti. Xo'p, endi mana shu bodringlarni mana shu holatga kelguncha hozir qanaqa, misol bargidan o'g'it yoki bir xil dori berdingizmi yo faqat tomiridan bo'lyaptimi? Bargidan aka hali ishdan berganim yo'q, uspet qilmayapman. Kasallikka qarshi ham hech bola sepganingiz yo'q. Hech bola sochganim yo'q. Bu Qirg'izistonda ob-havosi, endi bizga yaqinsizlar-ku, Farg'onaga. Ob-havosi zo'rmikan yo dehqon zo'rmikan yo bodring zo'rmikan? Dehqon zo'r bas-u. Dehqon yangi dehqon. Urug'chi. Urug' zo'r ekan. Eshitayapsizlarmi, hurmatli bobo dehqonlar? Melda navimizni qirg'izistonlik shogirdimiz maqtayapti. Kasalliklarga qarshi sepmagan bo'lsangiz, boshqa bo'lsangiz, hozir baklarimiz toza, lekin shunday tagidan solib kelyapti-da. Shunday tagidan solib kelyapti. To'xtang, mana shu bitta bo'g'inda sanaylik, ha. Bitta bo'g'inda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta mana. Bitta bo'g'inda 9 ta.
Ko'rib turibsizlar, bag'i davom etib ketyapti. Ko'chatlarimiz hozir asli metriga oladigan bo'lsak 3 metrga borib qoldi pashti. Siz simdan qaytarib qo'yibsiz, shundaycha qolibdi. Uspet qilmayapsiz, tushirib anaqa qilgani va shu Endi sizni teplitsangizga kirib ko'p narsaga guvoh bo'ldim. O'zi ancha-muncha narsaga uspet qilmayapsiz ekan. Hali bargini olmabsiz. Hali dori sepmadim deyapsiz. Demak, bu bodring haligi ish ko'p, dangazaroq dehqonni bodring ekan-da. Qaramasa ham bo'laverar ekan. Nima dedingiz? qarashga uspet qilmay qolyapmiz gapni ochig'i. Haqiqatda o'zim ham hayron qoldim. Bu Mildanavimizni holatini ko'rib. Bu tag'in bir 15 kun burun bargi vahshi boshqacha qora edi. Hozir yo dorisi anaqa nima bir o'g'it soqolayapti. O'shanaqa o'g'it soqolayaptimi bilmayman. Sal rangi ochilib qoldi. Bo'lmasam qop qora bo'lib boshqacha rang edi. Bir 2 hafta burunda. Xo'p, sifatlari bo'yicha bozorda qalay ketyapti? Sifatlari bo'yicha zo'r ketyapti. Ikkita magazin, ikkitasiga beraman. Bozorda klientim bor. Qancha bo'lsa olib kelaver deyapti. Operatorimiz mana shu bodringni ko'rsating. Bu o'ziga yarasha bilis, yaltiroqligi hamda avvalgi bergan klientlarimizdan bitta gapni eshitganman. Ta'mi ham shirin deb eshitganman bu bodringni. Xo'p, bittani mana shunday yorib ko'ramiz. Zichligi, urug'larning maydaligi, bunaqa bodringlar o'zi asli haqiqatan ham shirin bo'ladi. Teptana zo'r chiqyapti. Xo'p, Jahongir, endi yangi dehqonlarga yoki yaxshi bodring urug' oqtarib yurgan dehqonlarga Melda haqida biror narsa deb qo'ying. Eksinmi yo ekishmay qo'ysinmi? Eksin, ulardan foydalansin. O'ylaganlarimizdan zo'r ekan. Haligi charchab ketdim deb sizga o'xshab boshqa ish qila olmayapman deysin-a kishi. Bizda ish ko'p, lekin uspet qilmayapmiz. Terib uspet qilmayapmiz. Terib tarqatib uspet qilmayapmiz. Gap yo'q, uka, gap yo'q. Aka, rahmat. Xo'p, o'zbekistonlik dehqonlarga bir tabrik yo'llab qo'ying endi shu bahona. O'zbekiston dehqonlariga alangali salomlar. Sizlar ham kelinglar. Bu urug'lardan ham ekinglar. O'ylaganimizdan ham yaxshi ekan. Bodringlar narxlari ham oshib qolsin deb qo'ying. Belgi yilda arzonda. Bodringlarning narxi oshsin. Shu dehqonlarga ham yelkasi shabalab yursin. Albatta. Hurmatli bobo dehqonlar, shu bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz Qirg'iziston Respublikasidan. Xudo xolasa, bodringlar haqida mana endi kuz mavsumi boshlanyapti. Tez videolar qo'yib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.